Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buvingizz, bobongiz pensioner bo'lsa, bugungi mavzu sizga bevosita tegishli. Chunki pensionerlar ko'p hollarda bir xil xatoga yo'l qo'yadi. Menga hammasi avtomatik beriladi deb o'ylaydi. Aslida esa ko'p to'lovlar, imtiyozlar, qayta hisob-kitoblar va qo'shimcha huquqlar ariza, hujjat va tekshiruv orqali rasmiylashtiriladi. Mana shu joyda chalkashlik boshlanadi. Bugun men 60 millionli pensionerlar uchun eng asosiy qoidani oddiy tilda tushuntiraman. Nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim ortiqcha yugurmasligi kerak, qaysida pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Qaysi holatda imtiyoz yo'q bo'lib qolishi mumkin. Ma'lumot juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni bir necha oy yoki hatto bir necha yil puldan, imtiyozdan yoki o'z haqqidan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu yerda pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ularning farzandlari va yaqinlari uchun amaliy, hayotda kerak bo'ladigan ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Oldin ko'pchilik hujjat masalasini bitta joyda, mahalla pensiya bo'limi yoki sobiq ish joyi orqali hal qilardi. Odamlar pensiyaga chiqdim, endi davlat o'zi biladi degan tasavvurda yashardi. Chunki ko'p narsa qog'oz daftarlar. Mehnat daftarchasi ish joyidan berilgan ma'lumotnoma va mahalla tasdig'i asosida yuritilardi. Kimningdir ish staji qo'lda yozilgan, kimningdir arxiv hujjati yo'qolgan, kimningdir familiyasi bir joyda boshqacha, ikkinchi joyda boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin edi. Shunga qaramay, odamlar odatda hujjatni olib borardi, mutaxassis ko'rardi, yetishmagan joyini aytardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashgan. Ma'lumotlar elektron bazalardan tekshiriladi. Pasport ma'lumotlari, jismoniy shaxs identifikatsiyasi raqami, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, soliq va sug'urta to'lovlari, bank kartasi, yashash manzili, oilaviy holat, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati kabi ma'lumotlar turli bazalarda ko'rinadi. Bu bir tomondan qulay, odam har doim ham o'nlab qog'oz ko'tarib yurmaydi. Lekin ikkinchi tomondan bitta bazada xatolik bo'lsa, pensioner buni darrov sezmasligi mumkin. Natijada pul kechikadi, noto'g'ri hisoblanadi yoki odam o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovni olmay yuradi. Mana shu sababli olinib plus pensionerlar uchun asosiy qoida shunday. Pensiya va imtiyozlarda o'zi bo'lib ketadi degan fikrga suyanmang. Har bir muhim o'zgarish bo'yicha hujjatni tekshiring, ariza bering, javobni yozma yoki elektron shaklida saqlang, pul tushumlarini kuzating. Bu qoida oddiy ko'rinadi, lekin ko'p muammolarning oldini oladi. Masalan, odam 60 yoshdan oshgan pensiya olayapti. U yana ishlab yuribdi. U men ishlasam ham, ishlamasam ham pensiyam bir xil, hech narsa qilishim shart emas deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda ishlash davridagi qo'shimcha staj, ish haqi, ajratmalar, keyingi qayta hisob-kitob imkoniyati bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, u biror ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, ishga kirgani haqida xabar bermasligi ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun eng katta xato befarlikdir. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa pensiya miqdori havodan olinmaydi. U odatda ish staji, ish haqi, qonunchilikdagi minimal va maksimal chegaralar, qo'shimcha ustamalar, indeksatsiya va shaxsning holatiga qarab hisoblanadi. Demak, sizning pensiyangizda xatolik bo'lsa, ko'pincha xatolik ildizi hujjatda bo'ladi. Staj to'liq kiritilmagan, ish haqi ma'lumoti noto'g'ri olingan, familiya o'zgargani bog'lanmagan, arxivdan ma'lumot kelmagan yoki ma'lumot bazada ko'rinmay qolgan. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan holat shuki, odam 30 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya hisobida 24 yil ko'rinadi. Nega? Chunki 6 yil ishlagan korxona yopilib ketgan, arxivga topshirilgan hujjat to'liq emas, yoki mehnat daftarchasida muhrni aniq buyruq raqami yo'q, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan. Odam esa pensiyaga chiqqanda shoshilgan bo'ldi. Shuncha ham yetadi deb qo'l qo'ygan. Oradan 3 yil o'tib, qo'shnisi ko'proq pensiya olayotganini ko'rib, nega menda kam deb so'raydi. Mana shu yerda asosiy qoida ishlaydi, pensiya tayinlanganda ham. Keyin ham o'z hujjatingizni tekshirishga haqqingiz bor. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ish staji turli joylarda bo'lganlar. Masalan, bir odam 1978-yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 1996 yildan 1993 yilgacha kolxozda ishlagan. 1994 yildan 2005 yilgacha xususiy korxonada ishlagan. Keyin bozorda yakka tartibda faoliyat qilgan. Bunday odamning stajida uzilish, tasdiqlash muammosi, soliq to'lovlari bo'yicha aniqlik kiritish zarurati bo'lishi mumkin.
Agar u hammasi o'zi ko'rinadi deb o'tirsa, ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Ikkinchi xavotir olish kerak bo'lgan guruh familiyasi, ismi. Otasining ismi o'zgarganlar. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, diplomda 3-yozilish bo'lishi mumkin. Bitta harf farqi ham ba'zan muammo qiladi. Masalan, Karimova bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimova bo'lib qolgan. Oddiy odam uchun bu mayda xato, lekin tizim uchun boshqa shaxsga ko'rinishi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi hujjatlar saqlanishi kerak. 3-guruh chet elda ishlagan yoki boshqa hududdan ko'chib kelgan pensionerlar. Bir viloyatda yashab, boshqa viloyatda ishlagan, keyin Toshkentga yoki boshqa tumanga ko'chgan odamda hujjat yurishi vaqt oladi. Agar chet eldagi staj haqida gap ketsa, bu alohida tartib va xalqaro kelishuvlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam men ishlaganman-ku deyishi yetarli emas, tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. 4-guruh nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, urush yoki mehnat faxriyligi, alohida toifa imtiyozlari bo'yicha qo'shimcha to'lov oladiganlar. Bu yerda ham har bir toifa uchun alohida talablar bo'lishi mumkin. Nogironlik muddati uzaytirilganmi yoki muddatsizmi? Tibbiy xulosa bazaga kiritilganmi? Boquvchisini yo'qotgan bola yoshi bo'yicha talabga mosmi? Ta'limda o'qiyotgan bo'lsa ma'lumotnoma yangilanganmi? Bularning hammasi pulga ta'sir qiladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, stajingiz bo'yicha avval batafsil tekshiruv o'tkazilgan bo'lsa, qo'shimcha maxsus to'lov olmayotgan bo'lsangiz, har kuni idora yurishingiz shart emas. Lekin bu umuman qiziqmaslik kerak degani emas. Kamida yilga bir marta o'z pensiya hujjatlaringizni, bank tushumlarini, imtiyozlaringizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish kerak. Bu xuddi sog'liq tekshiruvi kabi. Kasal bo'lmaganingiz uchun shifokorga umuman bormaslik ham to'g'ri emas. Endi bir nechta hayotiy misol keltiraman. Birinchi misol, oldin 2 yoshli erkak pensiya oladi. Oyiga shartli ravishda 2.400.000 so'm tushadi. U pensiyaga chiqqanda 27 yil staj hisoblangan. Keyin eski mehnat daftarchasini ko'rib 1902-1906 yillardagi 4 yil staj kiritilmaganini sezadi. Arxidan ma'lumotnoma oladi, pensiya organiga ariza beradi. Agar bu davr qonun bo'yicha tasdiqlansa va hisobga olinadigan bo'lsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu oshish har doim ham juda katta bo'lmasligi mumkin, lekin oyiga 100.000, 200.000 yoki undan ko'p farq qilsa, yiliga bu sezilarli pul bo'ladi. Pensioner uchun doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga bu muhim. Ikkinchi misol, Abdulumbar 4 yoshli ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Uning diplomida eski familiya, mehnat daftarchasida yangi familiya, bir ish joyi ma'lumotnomasida esa otasining ismi qisqartirib yozilgan. Pensiya tayinlashda bir davr shubhali deb qolgan. Ayol men buni tushunmayman deb hujjatni yig'ishtirib qo'ygan. Aslida u nikoh guvohnomasi, diplom, mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotini bir joyga jamlab, ism, familiya bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash kerak edi. Mana shu qilinsa, masala hal bo'lishi mumkin. 3-misol, pensioner ishlashda davom etadi. U oylik oladi, pensiya ham oladi. U har oy pul tushganiga qaraydi, lekin pensiya miqdori qanday o'zgarayotganini bilmaydi. Bir necha yil ishlagandan keyin qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini so'ramaydi. Natijada o'z vaqtida ariza bermaydi. Men doim aytaman, ishlayotgan pensioner mening keyingi ishlagan davrim pensiyamga qanday ta'sir qiladi degan savolni albatta berish kerak. Har bir holat individual, lekin so'ramaslik eng yomon variant. 4-misol, 7.000 yoshli pensioner bank kartasini nevarasiga berib qo'yadi. O'zi olib keladi deydi. Keyin karta muddati tugaydi. SMS boshqa telefonga ulangan, pul tushgani yoki tushmagani bilinmaydi. Ba'zan qarindoshlar o'rtasida tushunmovchilik chiqadi. Men bu yerda juda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Pensionerning kartasi, PIN kodi, mobil ilovasi va SMS xabarlari nazorat ostida bo'lishi kerak. Yordam berish boshqa, pensionerning moliyaviy mustaqilligini yo'qotish boshqa. Eng katta nozik jihat shuki, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha menga davlat pul beradi, demak hammasi pensiya deb o'ylaydi. Aslida yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam, mahalla orqali beriladigan yordam, kommunal imtiyoz, dori-darmon bilan bog'liq imtiyoz.
Bularning tartibi bir-biridan farq qiladi. Bittasi doimiy bo'lishi mumkin, boshqasi muddatli bo'lishi mumkin. Uchinchisi daromadga qarab belgilanadi. To'rtinchisi faqat ma'lum toifadagi shaxslarga beriladi. Masalan, bir pensioner yoshga doir pensiya oladi. Unga qo'shimcha ravishda moddiy yordam ham tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar uning oilaviy daromadi o'zgarsa, yashash manzili o'zgarsa, u boshqa oila tarkibiga kiritilsa, bu yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odam esa pensiyamni kesishyapti deb o'ylaydi. Aslida pensiya emas. Alohida ijtimoiy yordam to'xtagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushumlarni ajratib o'rganish kerak. Bank kartasiga kelgan har bir pulning manbasi nima? Qaysi tashkilotdan kelgan? Qaysi oy uchun kelgan? Ikkinchi tuzoq. Og'zaki gapga ishonish. Qo'shnim aytdi. Hamma pensionerga qo'shimcha pul berilar ekan. Mahallada aytishdi. 6 yoshdan oshganlarning hammasiga yangi imtiyoz chiqibdi. İnternetda ko'rdim. Ariza bermasang pul yo'qolarkan kabi gaplar juda ko'p. Men bunday vaziyatda har doim manbani tekshirishni maslahat beraman. Rasmiy tashkilot, qonuniy hujjat, pensiya organi, ijtimoiy himoya organi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy portal orqali tasdiqlanmagan ma'lumotga ishonmang. İnternetdagi har bir video yoki xabar ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ayniqsa tezda karta raqamingizni yuboring, pensiya qo'shimchasini chiqarib beramiz. Kod kelsa ayting degan gaplar firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat bank kartasi va ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar yurishga qiynaladi, farzandi yoki qarindoshi yordam beradi. Bu tabiiy. Lekin pulni olish, karta ishlatish, bank amaliyotini bajarish qonuniy va xavfsiz bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, belgilangan tartibda ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Lekin kartani butunlay boshqa odamga topshirib qo'yish, pin kodni aytib yuborish, telefon raqamni boshqa odam nomiga ulash xavfli. Ertaga pul yechib olingan bo'lsa, isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 4-ish manzili o'zgarishi. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, vaqtincha farzandinikida yashasa, boshqa viloyatga ketsa, ayrim xizmatlar va imtiyozlar manzilga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, mahalla orqali beriladigan yordam, ayrim hududiy imtiyozlar, ijtimoiy xizmatlar, patronaj yordam yashash joyi bo'yicha ko'rib chiqiladi. Agar ro'yxatdagi manzil boshqa, amalda yashayotgan joy boshqa bo'lsa, chalkashlik chiqadi. Shuning uchun manzil masalasi ham oddiy ko'rinadi, lekin muhim 5-nozik jihat hujjatlarni yo'qotish. Pensionerlar ko'pincha eski mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomasini, diplomni, harbiy biletni, niyok yoki ajrim guvohnomasini, tug'ilganlik guvohnomasini oddiy qog'oz deb ko'radi. Aslida bu hujjatlar pensiya hisobida minglab so'm emas, ba'zan millionlab so'mlik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski davr ish staji faqat shu hujjatlar bilan tasdiqlanadigan bo'lsa, ularni yo'qotish katta muammo. Men har bir pensionerga bitta alohida papka tutishni tavsiya qilaman. Unda barcha hujjatlarning asl nusxasi va kamida 2 nusxa ko'chirmasi tursin. Telefon orqali rasmga olib qo'yish ham foydali. Lekin asl hujjatning o'rni to'liq bo'lsa olmaydi. 6-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zan pensioner kartasiga odatdagidan kam pul tushadi. U darrov pensiyamni kamaytirishdi deydi. Lekin sabab boshqacha bo'lishi mumkin. Kredit qarzi, aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan pulni qaytarish, bank komissiyasi yoki boshqa ushlab qolish. Agar pul kamaygan bo'lsa, birinchi ish bankdan tushum va yechimlar tarixini olish. Keyin pensiya organidan pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot so'rash. Shunda pul qayerda kamayganini aniqlash mumkin. Pensiya tayinlovchi tomondami yoki bu bankdagi amaliyotdami? 7-nozik jihat ortiqcha to'lov. Ba'zan tizim xatosi yoki ma'lumot o'z vaqtida yangilanmagani sababli odamga ortiqcha pul to'lanadi. Pensioner davlat berdi, demak meniki deb o'ylashi mumkin. Lekin keyin tekshiruv bo'lsa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun agar sizga odatdagidan keskin ko'p pul tushsa, xursand bo'lib darrov sarflab yubormang. Avval sababini aniqlang. Bu bayram puli, indeksatsiya, qayta hisob-kitob bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Lekin xato ham bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz alternasiv pensioner bo'lsangiz yoki pensioner yaqinlaringizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi tartibda ish qiling. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, shir, yashash manzili, familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganini ko'ring. Agar biror hujjatda harf xatosi bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa mehnat daftarchasi va shaxsiy hujjatlarda farq bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Ikkinchi qadam,
pensiyaga asos bo'lgan hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, ish joylarida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari. Ish haqi haqida hujjatlar, harbiy xizmat hujjati, diplom, bola parvarishi yoki boshqa hisobga olinadigan davrlar bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga soling. Agar qaysi yillar hisobga olinganini bilmasangiz, pensiya organiga murojaat qilib, pensiya hisobida qaysi davrlarga kiritilganini aniqlashtiring. 3-qadam pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz menga qancha pensiya tayinlangan, qaysi asosda qaysi qo'shimchalar bor, qaysi ushlab qolishlar bor degan savollarni berishga haqlisiz. Murojaatni og'zaki qilib ketmang. Iloji bo'lsa yozma ariza bering yoki rasmiy elektron murojaat yuboring. Javobni saqlab qo'ying. Ertaga nizoli holat bo'lsa, menga shunday deyishgan edi degan og'zaki gap emas, hujjat kerak bo'ladi. 4-qadam bank tushumlarini tekshiring. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha kartaga tushgan pullar tarixini ko'ring. Har oy bir xilmi, oshganmi, kamayganmi? Biror ushlab qolish bormi? Noma'lum yechimlar bormi? Buni aniqlang. Agar karta bilan ishlashni bilmasangiz, ishonchli farzandingiz yordam bersin, lekin PIN kodni hammaga aytmang. Bankdan rasmiy ko'chirma olish ham mumkin. 5-qadam. Agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Sobiq ish joyi ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Ariza yozganda ish joyining nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'limingiz, eski manzili, familiyangiz o'sha davrda qanday bo'lganini ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz, hujjatni topish shuncha oson bo'ladi. 6-qadam. Qo'shimcha to'lov yoki imtiyozga da'vo qilsangiz, asosini tayyorlang. Masalan, nogironlik bo'yicha bo'lsa tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa o'lim guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari. Moddiy yordam bo'yicha bo'lsa oila tarkibi va daromad ma'lumotlari, faxriy maqom bo'yicha bo'lsa tegishli guvohnoma kerak bo'ladi. Men pensionerman, shuning uchun berilishi kerak degan umumiy gap har doim yetarli emas. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. 7-qadam. Arizada aniq yozing. Masalan, mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki 1994-1999 yillarda falon korxonada ishlagan davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ilova mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport nusxasi. Yoki pensiya miqdorim 2025 yil-may oydan kamaygan. Kamayish sababi ushlab qolishlar va hisob-kitob bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Ana shunda murojaat umumiy shikoyat emas, aniq talab bo'ladi. 8-qadam. Muddatlarni kuzating. Ariza berdingizmi? Qabul qilingan sanani yozib qo'ying. Qabul raqami bo'lsa saqlang. Elektron murojaat yuborsangiz, skrinshot qiling. Javob kelmasa, qayta murojaat qilish mumkin. Ko'p odamlar ariza berib keyin unutadi. Hujjat yuritishda esa sana juda muhim. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kodni aytmang. Karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, PIN kodni begona odamga bermang. Pensiyangizni oshirib beramiz, oldindan pul tashlang. Bazaga kiritish uchun kod ayting. Davlatdan yordam chiqdi, havola qilingan xabarlarga ishonmang. Rasmiy tashkilot sizdan maxfiy bank kodlarini so'ramaydi. 10-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga tartibli yordam bersin. Men farzandlarga alohida aytaman. Ota-onangizning hujjatini ulardan tortib olib, hammasini o'zingiz nazorat qilishingiz shart emas. Lekin ularga papka qilib bering. Muhim raqamlarni yozib qo'ying. Qaysi tashkilotga qachon murojaat qilinganini daftar qilib yuriting. Bank tushumlarini oyda bir marta tekshiring. Bu ularga hurmat va yordam bo'ladi. Bugungi asosiy fikr bitta. Oltin bolagiz pensionerlar pensiya va imtiyozlarda chalkashlikka tushmaslik uchun hujjat, ariza va tekshiruv tartibini qo'ldan chiqarmaslik kerak. Pensiya avtomatik tushishi mumkin. Lekin xatoni avtomatik tuzatib berish har doim ham bo'lavermaydi. Staj, ish haqi, familiya, manzil, bank kartasi, qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar bo'yicha har bir ma'lumot aniq bo'lishi kerak. Agar pul kamaygan bo'lsa, sababini so'rang. Agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxiv izlang. Agar imtiyoz kerak bo'lsa, shartlarini tekshiring. Agar kimdir karta kodi yoki pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Eng muhimi, og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan ish qiling. Sizda pensiya hisob-kitobi, staj, imtiyoz yoki bank kartasi bo'yicha qanday savollar bor? Izohlarda yozib qoldiring. Balki keyingi videoda aynan sizning holatingizni misol qilib tushuntirib berarman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumotlar har bir pensioner oilasi kerak bo'lishi mumkin.